UKMga juda katta rahmat, tashabbuskorlarga juda xursandmiz. UKM zo'r, ishonchli, hammasi chiroyli bomba bo'lyapti. UKMga rahmat bizga chetga olib kelganlar uchun. Я всем посоветовала сюда приходить, особенно с UKM консалтингом, они очень классные. UKMga katta rahmat. Hammasi uchun rahmat. UKMni men Instagram tarmoqlarida ko'rdim. UKM zo'r, ishonchli, hammasi chiroyli bomba bo'lyapti. London zo'r, baland, zo'r, London ko'p chiroyli joylarga boryapmiz. Bugun ekskursiyamizda ikkinchi kuni bo'lsa ham zo'r joylarga bordik. Hammasi zo'r, bomba. Тут очень красиво, вообще нет слов просто из-за этой красоты. Хотела бы поблагодарить свою маму за то, что она создала такую возможность в таком юном возрасте увидеть такие места. Galeriyaga bordik, Big Benni ko'rdik. London ayda hozir turibmiz. Endi vashcha taassurotlar zo'r, ovqatlari ham hammasi halol, shirin, hammasi zo'r. O'zingiz tanlab olsangiz bo'ladi. Bu yerga kelishimizda tog'amga rahmat, moddiy taraflama yordam berganlar uchun oyimga rahmat, ma'naviy taraflama qo'llab-quvvatlaganlar uchun, o'qishim bo'yicha UKMga rahmat, bizga chetga olib kelganlar uchun. Shunaqa zo'r joylarni ko'rsatganlik uchun hammaligiga rahmat. Sizlar ham kelishlarini tavsiya qilaman. Rosa zo'r joy. Hello, men ismim Muxlisa, men 17 yoshdaman. Hozirgi kunda shu Shotlandiyada yuribmiz. O'tgan yil Londonga ham borib kelganmiz. No, Londondan ancha-muncha yaxshi, tabiati va zdaniyalari ham juda yoqotdi. Sizlarga ham maslahat beraman kelishinglarni. Hammaga assalomu alaykum. Men ismim Mubina, yoshim 16 da. Bu safar biz Shotlandiyadamiz. Shotlandiya juda ham chiroyli, tabiati juda ham go'zal, odamlari samimiy, ayniqsa tarixiy joylarni ko'rish juda ham qiziqarli bo'ldi. Shotlandiyani sayohati biz uchun unutilmaydi. Juda ham boshqacha. Zo'r ketyapti. Qolganimizda umuman O'zbekistonga qaytish niyati yo'q. Sizlarni ham kutib qolamiz Shotlandiyada. Hammasi uchun rahmat. Mana 14 kundan birpasda o'tib ketdi. O'yinimizni xotirjam, har kuni guruh rahbarimiz bizga ko'rsatib, axborotlar berib turdilar. Ularni ko'rib biz xursand bo'ldik. Juda chiroyli joylarga borishdi, darslar o'tishdi. Boshqa davlatdan kelgan bolalar bilan ham do'stlashishibdi, uni ham ko'rib xursand bo'ldik. Londonni juda chiroyli shaharlariga olib borishibdi, muzeylariga. Xudo xolisa katta taassurotlar bilan qaytishyapti degan umiddamiz. Yana keyingi lagerlarga ham albatta borishadi, xudo xolisa. Berilgan konkret savollarga konkret javoblar bo'ldi. O'zi o'g'lim aytdim, bu ancha pul ekan dedim. Mayli, senga shuni bu pulni investitsiya sifatida tikyapman. Bu yoqqa borib lagerda kerakli muhitda, kerakli ilmni olgin deb tushuncha berdim. Endi o'ziga bog'liq olish olmasligi, to'g'risida. Bizda chunki bu imkoniyat bo'lmagan. Mana hozir Londondan keldik. Safar zo'r bo'ldi. Ko'p narsa o'rgandik. Nafaqat bolalar, o'zimiz ham turli xil millatlarni ko'rdik, turli xil vakillarni ko'rdik, hayot tarzini ko'rdik. Bolalar ingliz tilida mustaqil gaplashishga o'rganishdi, chunki majbur bo'lishdi. Birinchi navbatda farzandlarimizni shu chet elda musofirlikda, ota-onasidan uzoqlikda ko'nikma hosil qiladi. Chet davlatni ko'radi, ular bilan fikr almashib, o'zaro tajriba orttiradi. Bu yerda har xil do'stlarni orttiradi. Bu yerda o'qish ta'lim bilan yaqindan tanishib keladi. Shu taraflari bizga juda ma'qul keldi. Shuning uchun yubordik. Bolani ko'p joyda mustaqil qo'ydik. Aeroportlarda ham, shaharlarning o'zida ham, o'zligiga borib, mana shu joyga o'zingizlar topib boringlar dedik. Mana shu muammolarni o'zingizlar hal qilib gaplashinglar, yo'qolgan narsalarni o'zingizlar topinglar dedik. Mana shunaqa qilib ancha erkinlikni his qilishdi. Demak, o'zlarining vatanlarida ham bu narsalar xudo xolisa o'qishlaridan bilinadi deb umid qilamiz. Birinchi menga umuman yoqmagandi. Birinchi, ikkinchi kuni, lekin keyin juda ham o'rganib ketdim. Menga lager vobshe yoqdi. Umuman kelgim kelmadi o'zi. Aniq narigi yilga ham boraman lagerga. Taassurotlar endi hayajon o'ta kuchli. Baribir ham qo'rqish nimalar bor. Bir tarafdan xursandchiligimiz o'ta kuchli. Chunki mana bolalarimiz shunaqa joylarga borib kelib, anaqa bo'lishlari ularni yutuqlari-da. Shu oldimizda omon bo'lsin. Ko'p anaqalar informatsiya deydimi, nima shunaqa narsalar yig'ib kelishi, bilim olishlariga, dunyo qarashining kengayishlariga katta anaqa o'rin hissa qo'shadi degan umiddaman. Albatta bu ham hayajon, ham faxr. Sababi 2 haftalik yozgi lagerdan ko'zlangan maqsad juda katta. Avvalambor til bo'yicha o'zini ko'nikmasini shakllantiradi. Boshqa bir davlatning mentaliteti, madaniyati bilan yaqindan tanishadi. Buning uchun mana shu UKMga juda katta rahmat, tashabbuskorlarga juda xursandmiz. Bolalarda xursandchilik cheksiz. Xudo xolasa shu til bo'yicha yanada ko'nikmasini oshirib kelib, kelgusi yutuqlarga erishishga harakat qilishlarini ishonamiz.